Ona, bu so'z og'izdan chiqishi bilan yurak jim bo'lib qoladi. Chunki bu so'z ichida tunlari uxlamayotgan bedorlik bor. Jim yig'lab qilgan duolar bor. Ona, biz yiqilganda birinchi bo'lib og'rimadimi deb so'raydigan yagona inson. O'zi och bo'lsa ham bolasini toq ko'rishni istaydigan qalb bu faqatgina onaning qalbidir. Biz ulg'ayamiz, ovozimiz balandlashadi, ba'zan ranjitib qo'yamiz. Lekin ona hech qachon bizdan yuz o'girmaydi. Chunki uning muhabbati shart qo'ymaydi, chegarani bilmaydi. Ona kulsa uy nurga to'ladi, ona xafa bo'lsa butun dunyo sovib ketgandek bo'ladi. Bugun bir soniya to'xtab o'ylab ko'ring. Siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni faqat borligingiz uchun sevadigan insoningiz bor. U onajoningizdir. Va u kishi tirik ekan, bu dunyoda hali ham najot bor. Allohim onalarimizni doimo o'z panohida asrasin. Umrlarini uzoq, sihat salomatliklarini mustahkam qilsin.